Bizda go'zal holatda, yurgan masofasi oz, avtomat korobka Cobalt mashinasi. Mashinamiz yili 2024-yil, yurgan masofasi 25 000 km. Mashinamizning holati o'ta go'zal holatda, to'rtta chiroyli yumshoq balonlari bor. Kuzov holatlari chizilgan, rektopga, bu xuniy joylari, pitno joylarini men ko'rmadim, o'ta go'zal ekan. Kuzov holatlari. Xo'p, mashinamizga propan gaz balon uстановка qilingan oxirgi pokoleniyasidan. Bu mashinaga ortiqcha ta'rif berishga hojat yo'q, chunki mashinaning o'zi hali yangidek holatda turibdi. Salon holatlarini bitta ko'rsataylik. Salon holatlarida chizilgan, bir ko'ngilda xira qiladigan joyi yo'q. Mashinada hali yangini hidi ketmagan. Shuni o'tirganingizda his qilasiz. Multimedia, cruise controllarda rollarga joylashtirib qo'yilgan, chiroyli kovrilar solib qo'yilgan. Xullas mashinaning holati o'ta go'zal holatda. Kelib ko'rasiz, agar tiniq holatda Cobalt oqtarayotgan bo'lsangiz, sizga bitada yoqadi. Hozirgi kunda bunaqangi tayyor, chiroyli Cobaltlarni odamlar sotmayapti. Mana shunaqa narsalarni oqtarib yurishdi xolos. Ko'pchilik mashinani sotib, bozorda ham Cobalt noyda chaqqon bo'lib qolgan. Menimcha, boshqa kunlarda Cobaltlarga 300-400 dollar qo'shilib ketsa, ajablanmayman, chunki bunga nihoyatda talab katta bo'lib ketdi. Mashinamizni egalaridan 11 600 dollarga baraka qilib olganmiz. Kelib ko'ringlar, ustida savdolashamiz. Mana shunaqangi tayyor, chiroyli holatda go'zal mashinalar zarur bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Mashinachi bolalarga inshaalloh foydamiz tegib qolishi mumkin. Alloh salomat qilsin.